Qadrdonlar, men qaydaman. Men shu poytaxtimizni markazidaman. Xalqona aytganda kindigidaman deydimi? Bu yerda Quddus turk restorani yonida, oldida hovlisida yangi Kiki degan qahvaxona ochildi. Mana shu Adolat xonim qahvaxonani boshqaradilar. Bu haqida, qahvaxona haqida, bu inson haqida hali ko'p gaplashamiz. Xudo xolasa, mana O'zbekiston xalq artisti Ra'no opamiz ko'rishdilar shu inson. Ra'no opa, tabriklaymiz butun muxlislaringiz nomidan. Umringiz uzoq bo'lsin. Rosa xursand bo'ldik. Ijodkorlarga e'tirof, ehtirom, Inshaalloh. shu yurt uchun, shu vatan uchun, elimiz uchun, xalqimizni kayfiyatini ko'tarish uchun xizmat qilamiz. Soatga qaramay xizmat qilamiz. Biz 20 soatlab ishlaymiz. Hammasi uchun rozimiz. Adalat Hanım, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kiki qahvaxonasi haqida ham nimadir deng. Yaqinda ochilish marosimi bo'ladi. Juda katta tayyorgarlik Herkesi bo'lyapti. bekliyoruz. Kudüs kebaba bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Quddus kafe restoraniga hammanglarni taklif qilyaptilar. Turk taomlari bilan siylayman deyaptilar. Adolat xonim yozarman ekanlar, yangi yozuvchi. Juda ham iltifotli, ajoyib xonim ekanlar. Xursand bo'ldim. Bugun hammamizga ikrom etyaptilar, ikrom davet qildilar. Afiyet şifa. Büyük dediğimiz Emir Temur degi kim? Güç adaletdadir. Güç adaletdadir. Anladınız? Güç adaletlidir. Va mana qator bizni qadrdonlarimiz, mana Toshbar opa, mana qadrdon hammalar bizni opamizdek, onamizdek bo'lib qolgan xalq opalari, xalq onalari sizga adashmaymiz. Mana shunday davrada o'tiribman bugun, sababi Adolat xonim va Cho'qay aka, mana Lolaxon ajoyib bizni hamisha navqiron san'atkorimiz. Birga ijod qilganmiz, davom ettiramiz xudo xolasa hali yana. Ana nariyoqda mana Aqiy akamiz deymiz, mana xalq tilida. Abdulahad akamiz. Abdurashidov. Ullu san'atchilar, buyuk san'atchi. Büyük sanatçılar. Va mana Cho'qay akam yo'llarida Istanbuldan tashrif buyurishgan. Va yana Abdurahmon akam, mana tanimagan inson yo'q. Mana yosh ijodkorlarimiz mana bu tomonda, mana Muhammad Ziyon ko'rsatman. Charchamaylar. Va albatta tanishtirish hojati yo'q. Mana ikki og'iz mana shu bugungi Chiroyli davra. chiroyli davra Men haqida. qaydaman. Men ham birinchi marta shu videodaman. Men ko'rardim bizlarda, mana qo'yib menga ham shunaqa baxt musharraf bo'ldi sizni videongiz. Qaydaligingiz, a? Qaydaligimni aytish. O'sha joydaman, do'stlar davrasida. Yaxshi, chiroyli sahifalar bo'ladi. Qarang, bugun mana shu Hayit arafasida Prezidentimizni farmonlari bilan qancha aziz san'atkorlarimizga munosib unvonlar topshirildi. Xalq juda xursand bo'ldiki, chunki rostdan munosiblarga berildi. Nazarimiz shuning uchun ham mamnun bo'ldik. Ra'no opam mana shunaqa bir chiroyli bo'ldi, yaxshi. Aka akam, Abdurashidov, bizni hurmatli qonunchi akamiz, Abdurahmon aka Xalqaji, O'zbekiston xalq artisti unvoni bo'ldi. Va bundan tashqari qancha munosib ordenlar, medallar va hokazo. Endi rag'batda bugun motivatsiya deymiz u. Shuning uchun bugun shu munosabat bo'lib turibmiz. Endi Lolaning qadrdonini ko'rishib, bugun gaplashib o'tiribmiz o'zaro. Havas qilib o'tiribmiz ustozlarga. To'g'ri, meni ham mukofotim bor, lekin juda eskirib ketdi desam. Yangilab qo'yadi. Yangilab Xudo qo'ydi xolasa. desam, duo so'rab o'tiribman havas qilib. Iloyim muborak bo'lsin hammalariga. Bizga ham nasib etsin. Generallikni orzu qilmagan soldat emas dedi-yu. To'g'ri. Endi Gulchehra meni ham oling, men ko'rinib qolay mana. Mana o'zim o'sha Xudo xolasa duo qilinglar, duo qilamiz. Mana shu Adolat xonimning ishlari rivojini bersin. Kiki qahvaxonasi rivojlansin. Bu yerda pahlavalar bo'ladi, turli pishiriqlar bo'ladi. Tayyorgarliklar qattiq bo'lyapti. Asosiysi yaxshi inson, albatta ishlari ham zo'r bo'lib ketadi deb duo qilamiz. Tashakkur.